Qalaysizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Hamma sog' salomatmi? To'g'risi, shu telefonni umuman sumkamdan olib, sizlarga gapirib, video kontent qilishim kelmay turuvdi, chunki juda ham charchagandim. Lekin hozir o'zimga bir ikkita kosmetika olishga ketyapman, magazin. Shu narsani sizlarga ozgina obzorchini qilib bermoqchiman. Agar bu narsa sizlarga interesnik bo'lsa, meni kuzatishda davom etinglar. Xo'sh, qizlarjonlar, men doim keladigan magazinimga keldim. Mana bu yoqqa ko'rishingiz mumkin. Bir gam zakolkalar bor, lekin men zakolka olishga kelmadim. Maska olishga keldim. Hozir sizlar bilan buni birga to'qib ko'ramiz. Вот. Qizlarjonlar, mana shu narsani sotib olmoqchiman. Nima deydilar? Xo'p, qizlarjonlar, bilasizlar, men ertalab aytdim, bir ikkita narsa olishga magazinga kiraman deb, lekin bir ikkita emas, anchagina olib qoldi. Hozir sizlar bilan uni ozgina raspakovka qilamiz. Temadan tashqarida meni shunchaki havasim ketgani uchun olgan narsalarimni ko'ramiz. Mana shunday o'zi kroy narsa olganim yo'q, lekin shunga ham bir bo'lak vaqt ketdi. Hop, mana bunaqa zakolka oldim. Qaranglar, ko'rdim. Babichkasi bu yoqda, lekin zajimi mana bu yoqda. Buni to'qqan paytlaringizda anamday qilib to'qasizlar-ku, babichkasi sochini tepasiga turadi. Zera? Короче, buni hola moslashtirib to'qamiz. Tak, anaqa zajimcha oldim, mana. Babichkali mana. Babichka. Shunaqa babichkali nimalarni to'qishni yaxshi ko'raman. Zajim, zakolka, narsa. Anaqa zakolkalarni bu mayda qirqishchilar bilan sami mayda sochimni qaydadir bo'ladi. O'shanga o'xshash-u, lekin sal boshqacharoq. Qarang, kapalakchalik. Xuddi sochlaringizga to'qsangiz kapalakcha kelib qanday turadi. Bundan bir pachka oldim. Sochimni mana bu yoqlarini yig'ishtirib, ham chiroyliroq hid berib turish uchun. Keyin mana bunaqa maska oldim. Bu maskani qizlar tak ko'pchiliklar tushunsangizlar kerak, lekin tushunmaydiganlar uchun mana bir ko'rsatib o'taman. O'zim ham ko'rganman, lekin unchalik ham qiziqib nima qilmasdim. Hozir ana endi sizlar bilan birgalikda buni taqib ko'ramiz. To'g'risi o'zimga ham qiziq. Shu kun o'kishi menga tak. Birinchisi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu dahan qismiga taqiladi. Mana bunday. Mana bunday-yu. Tak, sochga tegmasin. Mana quloq joyiga keldi. Sal chagaganroq qiladi. Men gapira olmay qolyapman. Endi bu yoq qismini tortamiz. Bu yoq qismini tortganimizdan keyin ancha menimcha qulay bo'ladi. Da, qulay bo'ldi. Mana. Oy. Bu dahan qismini mana chiroyli qilib podborodoklarni chiqarib berishda yordam beradi. Buni bir kunga 3 soat, 4 soat to'qish kerak ekan. Men tunda to'qishni rejalashtiryapman. Xo'p, keyingi narsalarni ko'ramiz. Mana Lekatoni vitamin C'lik sivırtkasi. Vitamin C yozga juda ham kerak. Esinglardan chiqarmanglar. Yozga, bahorga juda ham kerak. Keyin vitamin C'ni o'zi mana sizlarga buni ko'rsataman. To'g'risi, unaqa vitamin C ishlatuvdim. Mana endi bu safar buni oldim. Siz ham brend qurboni bo'libsizda deyishga shoshilmanglar. Bu narsani o'zimni bitta yaqin tanishim
aytdiki, yaqin tanishim aytdiki, bu effekti zo'r. Lekin bitta narsani aytaman, men yuzim quruq bo'lsa ham shu narsani oldim. Buni tarkibida nima gialurankasi yo'q. Bu vitamin C ni chisti o'zi yuzni quritadi. O'sha uchun pitательный krem bilan birga qo'shib ishlatish kerak ekan. Keyin mana bunaqa narsa oldim mana. Bu qo'l uchun krem. CeraVega o'xshab ketadi. Upakovkasi ham, nimasi ham. Lekin bu yuz uchun emas, qo'l uchun. Meni qo'lni ana qo'lga surasizlar. Krem, mana qo'ysa. Hidi. Xuddi badanga yuvingandan keyin suramiz-ku. Atirni krem. O'shanga o'xshab ketadi. Losyon. O'shanga o'xshab ketadi. Yumshoqligiga kelayotgan bo'lsak, qo'lga tez singadi. Jip-jip deb qolmaydi, xuddi suvday. Lekin yumshatishini bu keyinchalik aytaman. Lekin singishi xuddi suvga o'xshab singib ketar ekan. Ja qo'llaringizga krem surganlaringiz bilinmaydi-da. Ozgina hidi bor. Hidi ham kam-kamgina, uncha bilinmaydi. Sizlarga gapirmoq o'sha nima bo'lyapti. Bor narsa ana shu edi. Boshqa hech narsa menimcha olganim yo'q. Ana shunchagina narsani o'zi, ana shunchagina narsani o'zi bilasizmi menda? 500 mingdan sal o'tdi-da, 500 mingdan ziyodroq bo'ldi. Mana bu 500 mingdan ziyodroq bo'ldi. Ko'rdinglarmi? O'sha uchun ayollarga faqat pul kerak. O'sha uchun ayollarga ko'proq pul beringlar. Sizlar bilan shunaqa raspakovka bilan azizlar. Всем пока.